G'o'ljining go'zalligiga texim o'lsin qo'shib, Turpan diyoridan kelgan bir juft er ayollarni ziyorat qilishga turyapmiz. Biroq halol qopti bu pohojlar. To'limi oddiy. Uy qarzi yo'q. Mashin qarzi yo'q. Qani ahvolingiz Ibrohim aka? Akalar qo'lingizni. Mana bu akamiz. Shuni bilan Qo'ssig'ingizni Turpandan kelib qalayimqa ichiverdingizmi? Ko'zlaringizni taqolib bekorlik tinchuvchan qichiverdingizmi? Qayet bekorlik tinchuvchan bo'lsa, shu yerda unidagi Ibrohim akam bilan ziyorat yangam bor, yanga. Maykelam qashmang. Iloning daryo suyidek do'lqinlab tech ketmang. Akamdan qishidin siz 1 metrmi qech ketmang degan yeri. Xo'sh, unda bo'lsa bir romantik er ayollarning G'o'lji safaridagi taassurotlarni bir so'zlab o'taylik. Xo'sh, ekrandagi do'stlar, bizningki qishimizda o'tagan cho'lponlarimiz, yana romantik er ayollar bo'lsa, Ibrohim akam bilan uning xonimi bizning suhbatimizda Barliq urug' tuqqanlar yaxshi turdinglarmi? Inim Ershadjanniki do'yin orqali sizlarga salom yo'llaydigan fursat kelibdi. Yaxshi kayfiyatda G'o'ljida turyapmiz. G'o'lji ajoyib bir katta bir yurtga bu. Odamlar mehribon. Necha yil deb turayotgansiz aka? Biz G'o'ljiga kelgili 1,5 oy bo'ldi. Xo'sh, unda bo'lsa Ibrohim akam cho'lpon odam. Hamma ishni boshlab etishingizga, zodi nima sabab cho'p qoldi Turpanni tashlab etishingizga? Biz bultur 7-oydan shu uy mashinasini olgan. Arayal chiqimiz, hayat chiqimiz deb. Bultur Janub Shinjongda o'ynabdimiz. Bu yilmi G'o'ljiga bir kelib aylanib ketimiz deb kelib bu yerda bizni tutib oldi bu yurtinglar. Shunda Bu G'o'ljidan zodi ketgimiz kelmadi. top sig'ira. Voy, abdi bir güzellik bor bu yerda. Bir madaniyat qoldi. Shunda rahmat aka. Meningdan so'raganda men bu top sig'ir demayman. Men bu yerga top ko'rmadim. O endi tamoq taklif qilganlarning hammasi g'izada qoldi. Akam mashinada yetib Ershadlar izada qoldi degandek uyga taklif qilmay men qattiq izada oldingiz kelyapman. Yo'q, bu unda deyishmaymiz. Shunday. Endi buningdiki davomli mushu mashinada turamdiq yo mashinani setib G'o'ljidan uy oldigan bir planlarimiz bor. Biz G'o'ljida turib qolishdig'im plan hamda biz mishad bir nechta turli tijorat chiqib qoldi bizga. Shunday. Mishad bir ish qilaylik deb mashina qo'ldan chiqaradigan bo'lib qoldik. Bu tijorat qilsak bir mashina turib qoldi-ki. Shunday. Ham mashinani fursatga aylantirib azroq ish qilmamdik. Bo'ladi aka. Undan so'ng shu uy mashinasiga ehtiyoji borlar bizda aloqalashib oldik aka. Shunda bu mashinadan endi qandoq foydalanamiz desanglarmi, qarxonchi bo'lsanglar, maslahatinglarni teşvik qilsanglar bo'ladi. Shunda chaplab shu atrofga butun chaplasanglar bo'ladi. Yoki bo'lmaydi o'zinglarning filmini ishlab, efirlarni tiksanglar bo'ladi. Shinjongni aylanib, yozlig'ida, qishlig'ida ishkir kirkatsanglar, tamoq qilib yosh arayol bo'lsanglar, davlatligiga puxta mushni qila oladiganlar o'tirib chiqsanglar, bu mashin pul endi sizlar uchun. Biz o maqsadlarga yetamidik. Bu mashinani mugo setib chiqarib etamiz. Undan keyin shu davomli G'o'ljida qilib mishaga bir iltizimizni qoqimizmi? Mishada turib qolamiz jumladan. Unda bo'lsa yaxshi bo'libdi bu. Yomon bo'lib qolgan dushmanlarni xotiranglardan o'chirib yetinglar. Turpanlar qarindoshlar, cho'lponlarni tatib oldik, bizni kechirib yetinglar degan. Turpandagi do'stlarni qattiq so'raymiz. Ibrohim akam bir cho'lpon yana G'o'ljilik qilib oldigan bo'ldi. Endi bu yoq bo'lsa Ibrohim akamning xonimi edi, ismingiz nima edi? Mangul adam. İsmim Mengül. Mangul adamning gap so'zlari Ibrohim akamning yanada o'qosimi, ismini Mangul qo'ydi, bir tal menga yo'qosimi degandek, ismi Mangul, lekin bir tal menga yo'q. Hamda adam ishqinlarning shu turmush qurg'ani qancha vaqt bo'ldi aka? 33 yil oldu. 33 yilning yog'i izchil shu ko'zingizga ko'z, qo'lingizga qo'l, putingizga put degandek ko'zingizga ko'zda bir jup ko'zingizga aylanib oldi. Hamda Mangul adam gibi ikki qiz yurak so'zlaringizni shu ekran orqali bir yetkazib o'taylik. Endi bu dunyoni ko'zi ko'rdiganlar bir jup ko'zni
kögenning huzurini mi his qilayotgan bo'lishi mumkin. Shunday. Meningcha bu dunyoda to'g'ri odamni ko'zida ko'rganning huzuri alaydiki. Bu ayolim to'g'ri bir ko'z men uchun. To'g'ri odamning ko'zida bu dunyoni ko'rganligim uchun o'zimning ko'zimning nursiz ekanligini qat'iy his qilib boqmadim. Bu ham ayolimga eg'izim orqali rahmat deb bu kishi bo'lib qoldi. Uzun ömür şadlığı bilen nasip olsun. Çoxum bizga to'lagan bedeli uchun yaxshilik ko'rish kerak. Rahmat. Nayet isil geptim birine İbrahim kan bizge soğuk qilgan bo'ldi. Bolay desang odamlarga ulgulik, ayolanga ko'proq ko'ngil bo'lgulik. Ayol kulib uyg'onmagan sarayda baxt to'g'riliq so'z aşkının külkülük. Doğru mu? Şimdi fançadılıkı sarayda küldü sen bu fançada küldürüp sergine? Acayip yapıldı. Rahmet. Onda ne mişergen bir yılan geldi ki. Müce ayağını fançada küldürme dedik Allah'a. Son fança. Ne şu da çak kamadık dostlar. İbrahim Kan'la. Gıdıgdap güldeme işte bunu. Köpten köp rahmetmiş. Gulcuğa kep, gulcuğun hazırıylık. Mişadi gulcu halkı olan Bella aka ançımız sorunlu katmışıp, faaliyetler katmışıp ilinin medeniyetini Bella bir terakki kıldırış basqışı qarab ketiyotgan hammamiz. Sana rahmat etimiz shu sep qo'ya qaytilib buning buyuqiga bizga ustoz bo'lib aka. Bizga o'zingning besib o'tgan musofirlaringni o'gitishingni davomli mishad birga tirishishimizni chin ko'nglimda umid qilaman. İbrahim Kamni ekranda ko'rgan do'stlarimiz jiq. Mush İbrahim Kam bilan yana suhbatlashdim va yoki har qanday bir fikrlashdim. Faoliyatlarim batdi, ashxonlarimda naqsh etkizsam bo'ldi. Deydiganlar bo'lsa İbrahim Kamning hozirgi o'rni mushu butxonning qishida ilining daryolarida do'lqinlab yaqin to'di. Chapkining ostida pakiz bosh o'g'ashqa butxoniga yaqin to'di degandek bizningki iyi şey qo'lida. Mushu Rayib kalam bilan ko'rishim deydiganlar bo'lsa Manguladam qishida bizningki Chechiva Rayibdir Manguladam. Şey ketib kep suhbatlashib ketishinglarni chekkanimizda tilakdoshmiz. Oxirsida biz İbrahim Kam her ayollarniki G'o'ljadagi har bir kunlarning baxtli bo'lishini, mushu G'o'ljadagi azizlarimizning mushu bir jup akadimizni qo'llab qo'yishinglarni, do'st fikrlarda bo'lib yaqin turishinglar uchun ko'nglimizdan umid qilamiz.